Diqqat! Dollar yig'ib qo'ygan fuqarolar uchun hozirgina ajoyib xushxabar e'lon qilindi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zbekistonda dollar kursi belgilandi. Markaziy bank xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan 3-iyunda amalda bo'ladigan qiymatini e'lon qildi. Unga ko'ra yevro kursi 175,82 so'mga oshib 14,662,26 so'm qilib belgilandi. Rossiya rubli 0,05 so'mga ko'tarilib 162,65 so'mni tashkil etdi. Dollarning rasmiy kursi 44,18 so'mga ko'tarilib 12,834,61 so'm bo'ldi, deyiladi xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. Kanalimizga obuna bo'lib, podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang.